ben çıkmam. Mustafa, oyna. Asta. Oturup gel buna. Neyim bop yattın ay? Kızım köygüm köp geldi. Vay bir mangına sak vaxtında köygün gelmeydi. Muşu keşkiçin muşuncular arıqışken bağma. Yarak degen keş otuşma gündüz içimde tayin etken. Lazı. Bu nereden gelişin ağzı? Öydün geldim. Dadam yok mu ki? Barga bir mon sözlep kep kaldı okuyor. Bunca işi olsan sözlümem demse? Vay öyle kırışım gelim. Sen içtin, çektin, oynadın. Dep peşimde ağrıtıp da diyorum. Şunu nasihat koyduk geldim. Bak buna. Ne? Bu dadam sana nasihat kılmaysan dadamı nasihat kıyıtıp geldin ama. Bu kıyır kanda olsun bizde geçten şunu yaş. Keş çık sözleşten başka işi yok da. Kız hazırla dadamın kaşık ciddi bir berip kelin ha. Nemiga? Nimiga? Dadamın salametlik yaxşı emas. Dadam ailemizden çoğu. Eğer dadam bir ay şup biz qandaq qilmayız. Boy dadam hiç olmaydı. Ne çaktım şu tuğan dadam şu işte olmay. Siz bunda selçaqlıgan bilen. Dadam bizning ailening çoğu. Ben Zulyarga telefon qilay. Hazırla berip kelin ha. Bo'ldi, Ümit kimen terbiye qilay. Va Zulyar. Hazırlama arzuna derhal bizning çoğuga gapirib kela. Derhal kel. Ma'qul. Ha. Dada? Ha? Qanaroq tursan? Kelinglar balam. Yaxshimisiz? Yaxshi xeyli. Yurgananda dualıqni bilgandikin nima qiladi onun bilan gap talışy. Ey balam. Opam onu yaxshi odam bo'lsa, igilikimizga varislik qilsa deb o'ylagan. Men shunday o'ylagan. Qaraganda bu Fukanning o'yin tamoshasi tugumiga o'xshaydi. Bo'ldilar bu ishlarni o'ylamag'ina. Yana o'zing charchitib oldi ekansan. Do'ramni yedingmi? Bayam ishkandim do'rini. Bayam g'iqqidi kiribdi. Ajinda kirgan ish bormi? Ashumi mening balam bo'ldimi? Mening o'ylagan yerlarimdan chiqmaydigan o'xshaydi bu. Nurg'un arzu umidlarim bordi. Yo'q qilib o'tadigan o'xshaydi bu. İçip çekip oynayıp yürse bana oyun tamaşıdın bişin tatamasa kandam nermini doğru dedeyim ben. Kandam beni nermini doğruydu dedeyim bunu. Muşta qilsa emasmi ajrab qandaq qilimiz o'z cho'nqa izlab o'ginib qolgan tursa kichikdan aldırmay odam bo'lar uni. Bo'pti. Bir tal o'g'il deb akiltib cho'nqib qo'ydik emasmi? Bo'pti, o'zi bilgan yo'lda men boqsin. Keyinchi bir aql kira buningga, aqlini topa. O'shini topa. Fukan bu daraxt nasihat qilgan, yaxshiroq odam bo'lsin. Mening bu nurg'un arzu armonlarim bor. Mendan keyin qasishkinlar qoladi o'sha egilikni undan bir boshqarib, senga qarab o'tamiki degan umiddaman. Boshqa niyat maqsadim yo'q bolam mening. Shu dadog'andan keyin ansiraydi ekanmiz bolam. Hammalardan ansirayman. Muratni nasihat qilib qoldi, qolganini men berib o'zim yaxshiroq gap qildim. Bo'ldi, yaxshiroq gap qildim. Sen ansirab ketmay, yaxshiroq armonni og'ib. Bo'ldi, bolam. Ma'qul, ansirmagin mendan, ansirmagin. Siz dadamga mirabo bugun mashab, men mashina o'zim haydab qilmasam bo'lgandik. Bo'ldi. Ma'qul dadam. Bo'ldi, bolam. Ansirma, menga bergin, Ma'qul, bo'ldi. Keling bolam, o'tiring. Bo'ldi, tog'a. Men birdan turay. Atani bo'g'uvchi balalarning o'tida parvoni bo'lib yuradi ekanmiz balam. Bo'ldi tog'a. Ko'ngilini yerim qilmislar. O balalarimiz sizning yoshlarga yetganda, balalik bo'lgan chaqda, ondan sizning qadrlariga yetadi. To'g'ri aytasiz balam. Haras, sizning ismingiz nima? Mening ismim Zulyar tog'a. Zulyar? Shunda Murat kamning shirkatida ishlayman. Bo'ldi tog'a, bir ay shumaganda?
Tağa biz sizga bir ish bo'lganda? Tağa? Chiroyli qism. Chiroyli qism. Ha, men yosh vaqtimda bir o'g'lim bo'lsa, ismini Zulyar qo'ysam deb o'ylaydim. Taqishlarmi bormi? Lekin Andicho keyin qanday bo'ldi? bo'ldi balam. Bu ishlarni deyishmayli. Mayli tağa. Haris, sizning ota-onangiz-chi, nima ish qiladi? Ota-onam men tug'ilishimdan dadamni ko'rib boqmatganman tağa. Onam bo'lsa yosh chig'idlamkin kasal sababidan vafot bo'lgan. Ya tağa. Ko'nglingizni buzib qo'yibdi-manda bolam, ha? Yo'q tağa. Hech qisi yo'q. Choy iching. Rahmat. Rahmat bolam. Nima qilding? Avval bir choy ichib tur. Qara. Sana ishga qizga qilay, achchig'im kelmasin. Akşam dadamning qishiga borgandim, sen kelgandan keyin. Ahvoli qattiq yaxshi emas. Ya yomon gapim qilganda shu bir muncha. Dadam qandoq seni yomon gapini qildi? Bilasan, men qachon yaxshi boqqan edim. Qara ukam, sen dadamning og'rinishini uqmay, o'zing mana o'ylab boq. Men nima ish qilyaptim, deb. Dadam yashinib qoldi, salomatligim yaxshi emas. Yurak kasalligini bilib turib, yana xafa qilsa akşam. Bunun ustiga dadam opamdan senden kutgan umidim bak cho'ngdi. Opamni taki ko'zim sening gapini qilgan ukam. Sen Muratjonga yordamlashib, shirkatning ishlariga qarashib bersan, menda qalaymiqan bolalar bilan yurmisan oldi ukam. Voy, ajana qalaymiqan bolalar yumidi. Akşam shu og'ayim bilan ketdik-ku. Tamoq yeymiz berib, chiqish jopdimi shu? Kunni chiqish jopdimi deb yuramsa, o'zingning salomatliging lozim emasmi sana? Ha, ma'qul. Sen o'zingning salomatligingni asirg'in. Yosh turib bilan bundaq kayf sabaq berilib kelsan yaxshi bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Hop, ne? Ajoy. Pullar. Pulni bormi sening og'zingda? Shunga cho'ng pul qolmasa. Buni dikin dadamni xafa qilma, ma'qulmi? Ungidaroq aytib etdim. Javob berasan. Sen az vergilolapdı. Pulumu aylarına xərcligin. Asmadan düşməydi pul degen. Yetib yesəm tağımı toşumaydı. Ma'qul. Nasr chiqib kira qilgan ishim bor. Nasıl qalsa? Tağa naştı qilib edim. Muratjon telefon qilibdi-ku, men shirkatga ish qilmay beray. Ma'qul bolam, ma'qul. Vay Murat. Nedesiz? İşxanda? Ya başqa iş yo'q. Shu nima ish qilyapti deb telefon qilgandim. Ma'qul ishingizni qilavering bo'ldi. Ma'qul. İşxanda? Zulyar? Ha, yenge. Murat buraya ketdimi? Ha, meni ishxona tutib turishimni aytib, Muratjon bir xaridor bor ekan deb paranglashib chiqib ketgan. Muhim xaridorda. Ha. Bo'ldi. Tamoqqa kelgandim. Murat kelsa. Burib qo'ying, ha?
Ben kayıplaştırayım. Muratkan bek günsüz cuma. Köyünme. Bakla ben sizi tutup koyayım. Telefonu ammaydı o Mahir'e. Ağlatman sağ olmamdı. Oy, set oldu ya. Keçirin ay, keçirin. Ne boğandı? Telefonu ammaydı o. Keldingizmi? Mahir'e? Sağ olsun koydum. Yıkımın yakı Arzu bizni azroq gumon qilib qolgandek turdi. Menimcha, herhalde ikkimiz ko'proq ehtiyot qilsak bo'lgudek. Gumon qilsin. Boz bilib qolsin, boldiroq bilgin yaxshi. Meni qo'rqishim yo'q, ideyaga terilqim bor. Meni qattiq so'rab yugim yo'q. Siz unda degan bilan fursatda pishib yetilmidi. Texech arzun yaxshi ko'rsiz shunami? Meni kaynoza egashtirib yurgan bilan. Bu qachongacha menga ishonmaysiz? Ikkimizning shu kinlik baxtli turmushimiz uchun pul bo'lsa, Meni o'chi qarang. Arzuni qosh-qopiq qarab, yolg'ondan yengi arab, yolg'ondan dosulib, zerikdim men, bek zerikdim. siz oldirma Dilbar. Men tek nurg'un planlarimni amalga oshirib bo'lmadim. Nurg'un ko'zlagan nishonlarimga yetib bo'lmadim. Men shirkatni bir butun qo'limga ep bo'lgandan keyin darhol Arzuga ajrashib ketma. Bu chaqda siz bilan to'y qilaman. Haqiqiy baxtga shu chaqda boshlandi. Ha, adaş. Tek kemmidi o. Senin dignamı to'g'ri o'xshaydi-ki. Bu yaqinning yoqi ishq bir xil gumonliqligi. Şu adaş. Ha, adaş kelganda qildi. Ma'qul men soatiga qilay. Xotin bu kundan kuniga tamoqqa nima ustib ketib borsiz deyman. Tushtatgan tomog'ingizni vashi o'xshabdi-ki. Hammani yevatdim. Meni o'xshabdimi? Sirtni o'xshabdimi? Menga bir ishonyapsiz, ha? Shu sizning tomog'ingiz bo'lmamdi. Nima bo'ldi? Achingiz kelib qoldimi? Ijozingiz yo'qmi ya? O maxluqni. Bir ish bo'ldimi? Voy bir gap qilma. Xotin. Nima bo'ldingiz? Bu elimda jin oldi. İçimni sıkmaydi. Voy xotin bu sizga bir ish bo'ldimi? Ne ish bo'lgani o'zingizdan so'rang.
Çöpünü etsin bu. Ha, ma'qul. Hadi ko'rishlayapsan. Sizni yaxshi ko'ring.